Hozirgi davrda texnologiyalar hayotimizning ajralmas qismiga aylandi. Sun'iy intellekt, dasturlash va avtomatlashtirish har bir sohani o'zgartirib boryapti. Bugungi yoshlar esa bu o'zgarishlarning markazida. Ular nafaqat foydalanuvchi, balki yaratuvchi avlod. Ana shunday yoshlar orasida Avstraliyaga magistraturaga yo'l olayotgan Ilhomjon ham bor. Ularning safar tafsilotlarini esa keling o'zlaridan eshitamiz. Salom, men ismim Ilhomjon. Men Namangan viloyati Chust tumanidanman. Men bakalavrni Tatu universitetida kompyuter injiniring yo'nalishida bitirganman. Yaqinda Avstraliyadan talabalik vizasini atigi 2 haftada oldim. Avstraliyaning Melbourne shahridagi Central Queensland University'da Master of Information Technology yo'nalishida o'qiyman. O'qishim kelasi yil mart oyida boshlanadi. Lekin men vizamni erta olganim sababli shu yilning dekabr oyida Avstraliyaga keta olaman. Odatda Melbourne Avstraliyaning eng yirik va eng xavfsiz shaharlaridan biri hisoblanadi. Bu yerda talabalar uchun qulay hayot tarzi va ko'plab global IT kompaniyalari mavjud. Men tanlagan universitet esa menga o'qish va amaliyot uyg'unlashgan muhitni bera oladi. Qo'shimcha ravishda texnologiyalar bilan boyitilgan kampusi va talabalarga bo'lgan e'tibor menga yoqadi. Bu yo'lning har bir bosqichida, ya'ni hujjat topshirish, viza jarayonida, insho yozishda menga yordam bergan, ko'maklashgan Everstudy jamoasiga kattakon rahmat aytaman. Agar siz ham xavfsiz va rivojlangan kuchli muhitda o'qishni xohlasangiz, Everstudy jamoasi bilan bog'laning. Ular sizga Avstraliyada to'g'ri yo'lni topishingizga yordam berishadi. Melburnda ko'rishguncha.